Katta kvadratli xonadonlarni arzon narxda qidirib yurganlar uchun zo'r variantimiz savdoga chiqdi. Hozirgi paytda trendga chiqqan duplex kvartiralar haqida gaplashamiz. Buni qo'shimchasiga siz bo'lib berishga ham olishingiz mumkin. Ana endi tasvirda ko'rib turgan xonadonlaringiz haqida batafsil ma'lumot bersam, videoni oxirigacha ko'rib turing. Ushbu xonadonlarimizning umumiy maydoni 116 kvadrat metrda tashkil qilib, 5 xonadan iborat. Bundan tashqari boshqa proyektlardan farqli o'laroq imенно shu duplekslarning proyekti juda menga yoqdi. Bunga bir nechta sabab bor. Uni ko'rishganda men sizga batafsilroq tushuntirib beraman. Lekin bilib bo'lsangiz, men ikki xilini hozir ko'rsatib beryapman. Sababi aynan shu proyektdagi xonadonlarga remonti va mebel jihozlariga qancha rasxod ketishi haqida polochmaslik. Xullas, aynan shu korobkasini sotib olsangiz, o'rtacha remontini o'ziga 14 ming dollar ketar ekan. Shu holatga yetgunicha. Mebel jihozlarini ham inobatga oladigan bo'lsa, 4 ming 5 ming atrofida rasxod ketadi. Aynan shu ko'rib turgan uylaringizning bittasi, ya'ni korobkasi 66 mingga sotilmoqda, remontligi bo'lsa ijaraga berilmoqda. Narxi 800 dollar. Xullas, mana shu xonadonimiz sizga 85 mingga remontlar bilan aylansa, bitta like ayamassiz degan umiddamiz. Manziliga keladigan bo'lsa, Yangihayot tumanining eng boy mahallaridan bittasi bo'lgan Shokirariq mahallasida joylashgan bo'lib, 3-bekat metrosidan 1,5 ostanovka nari berisi bilan joylashgan. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sabringizga tasanno aylab, e'tibor uchun rahmat deb qo'yamiz.